Mana shogird qilgan ishini qaranglar, mana buni hozir ko'tarib o'tdi, qo'pollik qilib uchirib qo'ydi. Tayyor mana tarolani tortib, grebionkadan tortib, mana iziga cho'tka qilib tarab o'tdi, uchirib qo'ydi. Kafil kattalik qildi. Endi nima qilasan hozir mana uchganni? Hozirgi holatda nima qilish kerak qani hozir o'zing aytchi. 2 mm mashina noliga to'g'irlab, boshqatdan chaqlab qo'yib yuborasan, to'g'rimi? Hop, yana boshqa qanaqa varianti bor? Agar razmer chaqlaganingda ham kelmasa, razmer o'zi shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, unda nima qilardi? Qo'yardim. Fuga yopilganda germetishli fuga bo'ladi. Ya, germetishli fugada yopiladi bu narsa, to'g'ri, dumaloqsi. 100% yopiladi, to'g'ri. Lekin baribir fugagacha maksimaliy harakat qilish kerak, chaqlab turib qo'yib yuborish kerak. Endi chaqlab qo'yib olmoqchimiz mana shu uchgan holatda. Sizlar nima qilgan bo'lardinglar mana shu holatda? Qo'yayotganingizda uchib qoldi. Qo'yib yuborarmidinglar yoki boshqacha yechim qilardinglar? Kommentariyga yozing.